Görüyor musunuz? Gözümü bile kapatıyorum. Kapatamıyorum. Kapatıyorum. Gözümü Allah geliyor. 11 ayının 24 günü kechqurun Ürümchining Dönkörük rayoni Jishangyön ayliklar qorusidagi bir binoga o't ketib, yeshiga to'shmagan bolalarni o'z ichiga olgan nurg'unlagan odamlarning fojialik o'limini keltirib chiqargan edi. Ma'lum bo'lishicha, bu o't ofatida o't 15-qavatdan boshlanib 19-20 qavatlarga tutashgan. O't 3 soatdan ortiqroq vaqtda aran o'chirilgan. Bu o't ofatida 19-qavatdagi uyida 4 bolasi bilan birga kuyib o'lib ketgan Qamar Nisaxon Abdurahmon oilasining fojiasi Uyg'urlarning navbatdagi tragediyasini texim aniq gavdalantirgan. Marhum Qamar Nisaxon Abdurahmonning Sharofat va Muhammad ismli ikki bolasi Turkiyada o'qiyotgan bo'lib, ular onasining va kichigi 5 yosh, cho'ngi 13 yoshlik bo'lgan ini-singillarining o'tda kuyib ketganligini ijtimoiy tarmoqlardan ko'rgan. Ularning deyishicha, ularning dadasi va cho'ng akasi 2016-yilning o'ttirlari va 2017-yilning oxirlarida ayrim holda lagerga ilib ketilgan bo'lib, shuningdan buyon ularning izlari yo'q ekan. Biz Sharofat va Muhammadni bu munosabat bilan radiomizning bugungi programmasiga taklif qildik. Assalomu alaykum, qanday ahvolinglar? Yaxshi, xudoga shukr, qandaysiz, yaxshi bilan tutingiz. Oldi bilan shaxsiy nomimdan sizlarga sabr tilayman. Ziyoratimizni boshlab kelsak, sizlar oilanglarning beshiga kelgan bu musibatdan qanday xabar topdinglar? Şu 11. ayının 24 olayda öydüklerinin şu 4 kardeşinden bir de anamın tüket ketkenini anladık. Şu öydük ketkeninin şu sosyal medya arkalı aşağıdaki yakınlar arkalı haberimiz oldu. Bir de öyde yaşaydıkan yani 2 tane kemteki tukunum var. Bir talakan bir taluka. Onun hiç haberini alamadık, kuruşatını bakmadık. Bu xabarni anglagan vaqtinglardagi azobinglarni albatta tasavvur qilib bo'lmaydi. Sizlar shu vaqtda qanday hissiyatda bo'lgansizlar? Men buni anlaganda boshda qabul qilmadim. Ham hozirmi qabul qilmaganligim ishongim kelmaydi. Undan keyin ham 15-qavatga ketgan o't 19ga ketib bu qadar insonlarning oshunda yo'qolib ketishiga nima ish boshqalarningki unda qarab turdi. Undagi vijdon qanday vijdon? U inson emasmi? Qalab turib ashunda boshqalarning yo'qolib ketishiga qanday chiddi? O't kuyib ketganlar kimlar edi? Anamning ismi Qamar Nisaxon. O'zi 48 yoshga kelgan. Bir de cho'ng singlim bor, ismi Shayda. U 13 kelgan. Bir de uning kichigi Imron bor. Imron Mayil 11 yoshga edi. Uning kichigi Abdurahmon 9 yosh, uning kichigi Nahdiya, u 5 yoshga edi. Sizlar ular bilan oxirgi qitim qachon ko'rishgan edinglar? 2017-ning 5-ida. Eng oxirida shu uydagilar bir telefonda paranglashgan vaqtimiz shu o'ldamda. Shu vaqtda dadam bilan kurashdik, onam bilan kurashdik. Bukularimizni ko'rdik, ham bilan shu hozir o'tirayotgan shu Tianshanchudagi uyda ham böyle tuqqanlarimiz ham aşağıda bordi. Ondan keyin vaziyatli chiqib degandek dadamni tutib akishga aytdilarlikda. Dadamni qachon tutib olganini aniq bilmaymiz. Buni biz boshqa yaqinlardan angladik. Öydikildan hamda u to'g'riliq hech bir xabarni olmadik biz. Keyin uqqan vaqtimda dadamni 16 yilkisi o'tibdi. Uzun o'tmaylam cho'ng akam bor bitta. Cho'ng akamni tutib yapti. Unda shu Uyg'urning lagerisi tarbiyalama kampiga apparat to'xtab. Akamni mashaga 2 yillik deb kichiklik hozir 5 yil o'g'il adam da aşağıda. Unda buni ma öydikildan anglab bakmadik. Öydikildan ko'rishib bakmadik, uzun bo'lib ketdi. Buni shu yaqinlardan angladik biz. Ta sizlarcha o'tni nimishqa vaqtida o'chirolmadi? Shu bu bitarafni o'ylasak, bu Xitoyning shu qasddan bizning odamni nim qitgan bir maqsadi bordek. Chunki hatto u yerda 3-4 soat o't o'chirish xodimimiz saqloqligida hamda bu 3-4 qavat ketib qulashqam 3-4 soat vaqt ketilgandi. Men ama kallamdan ötmeyen yer uyga o'tkazsa, nimish qo'nalam past kuchib ketib, boshqalarga xabar qilmaydi. Balki xabar qilayotgan bo'lsa, u liftni binoga o't ketib, masalan, toknik o'tib qilib bo'g'icha, ishni ichib pasi, u chiqiblam liftni past kuchib ketgan bo'lsa, hattoki eng to'pisiga o'ziga chiqqan yerdagi ishni zanjirlayotishning o'rniga, shu ishni ichib bergan bo'lsa, shu binodikilar ve aslı bir şekilde en topis qavatga chiqib olgan bo'lsa, bu ishda balki hayot qilishi mumkindi. Qutb o'tmadi uchun nurg'unlagan sabab bor. Shu bu ishning oxirisi bir planlangan ishdagidek
Çünkü qutquzib midisi nurg'unlagan bir şekilde bu ot gitişten burun açık midisimi açık halayotgan bir 3-4 saat vaqtda bir pələcədən imiləklab kesim çıxdırdıqan bir vaqtdan bu 3-4 saat ekan. Hatta ki şəçüydikləmə muşu doyundu kördük. Aşu bizning şəçüyning topida aşu nurg'un gəplən bulapdı. Hatta ki dəbdi şəçüydiklərinə telefon qilib ot getdi desa saqlab turinglar, biz sizni qutquzibmiz. Amal var şu yanında lungi binası olsa öllab bununluğu tutinglar degan gapni lam qilgan. Saqlab turinglar, aşu biz qutquzibmiz deb lam 3-4 saatning ichida ot ulg'ayib ketib uning keyinden o binanın hatta ki tokunu sonu ikisi ötüdü arlıqda ot ulg'ayib ketib shu kin isli başlanıp degandek hem bizning deyvəlinin acil bir işlab qaz chiqqan pəştaqmınma hammasini zen it ötüb degan tutmuş karantina vaqtida. O tapdagi uchragan boshqa urug'ni qoldiringlar bormi? Uyda yaşayotgan yana kichik akam bilan bir de ma cho'ng inim bordi. Onun hiç izlirkenim alanmaqligimdi biz. Uyda bilinim qilib ketdim o çünkü bizning xabar topganimiz sadece aşu 5-4 akam bilan bir anam bo'ldi. Hem de zaten dadam bilan çoğun akamning o tutuvağında şu burun anlagan. Ulu qanday qildi, ondan xabarimiz yo'q. Sizlar xalqaradan nimalarni kutyapsizlar? Bizning bu qadar bundan zulm çekişimizga, bu dünyanın bunda sessiz kalması, o kadar uyada 3-4 saat bu kuyakning ichidam da abetdimi dedim bu men. Agar da qutquzib desa qutquzayotgan o kadar nima borkan bu bizga kelgan nima xafalık bu, nima zulm bu. Xitoydan bizning chekkanimiz, bizga shu ovozimizni butun dunyoga nimqib. Eng avval istitgan narsam dadam nerede, akam nerede? Çünkü men bundan ko'rishib baxmalı 7-8 yil oldu. Hiç qalasına hiç kimden xabarına bakmadım. Belki mening bu dadam ölüp ketdimi, o hayatdimi, onundan xabarim yo'q. Akamdan şunda. Hatta ki bu kichik akam bilan bu cho'ng inimdan hozir hayatdimi, hayat emasmi, bu shu binanın ichidami, hiç onundan xabarim yo'q. Mening bu talab qilganim bu hayat muhazir, hayat emasmi, mümkün bulab, hayat ulab qatqası kurşalish. Bizning bunda azap qurbatimizga bu dunyoning sessiz qolmamasini talab qilma. Xitoy hukumatidan nimalarni talab qilasizlar? Hozir hukumatdan talab qilganimiz kurshanmagan oilam bilan kurshashni talab qiladi. Chunki 7 yilning yani hech birisidan kurshab boqmoqchi. Dadamning ismi kimlikdagi ismi Mehmet Ali Matniyaz. Çoğun akamning ismi İlyas Rahim. Ama sirtiki çoğun inem Muhammed Niyaz Mehmet Ali. Qolgan inlerim zaten Xudayimning qishiga ketdi. Endi bir xabarini alanmaganim shu inim bulab qoldi hozir. Endi yashayotib deb bilib endi öldümü, hayatdimi, ondan xabarim yo'q, lekin endi yashayotib deb bilibman. Dadam shu çoğun akamlar gördiki. Kichik akam biri çoğun inim. Agar ki shular hayatda ulab qolib qolsa, mening mustahim ashulaqli kurshashni xohlash. Benim bilen işimiz hem de anam uklarımını kuramaymiz. Bir gün şuna bozma hayatta kalgan başka dadam, ailemden başka azalar bilen kuruşunu halaymiz. Talep qilamiz. Sizlar hozir Turkiyada qonunliq turib o'tibsizlar. Turkiya hukumatidan nimalarni kutasizlar? O'shunda vaqtda Turkiya bizga nisbatan ham hozir, ya'ni shu dunyoga nisbatan Türk millati olarak hem de başka bir davlatlarga qolganda bak sessiz qoldi. Hech gap qilmoqlar. Biz uchun bir şeyde Uyg'urlar uchun belki bazı bir ilişkilerini üzüp degandek mesela ishlarni qila olish mumkin-da. Ziyoratimni qabul qilganligingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat.